Abdulla Qahhor. Anor hikoyasi. Uylar to'la non, och nahorim bolam. Ariqlar to'la suv, tashnai zorim bolam. O'tmishdan. Turobjon eshikdan hovliqib kirar ekan, qalami yaktagining yangi sulfingi ilinib, tirsakkacha yirtildi. Uning shashti qaytdi. Jo'xori tuyayotgan xotini uning qo'lidagi tugunchani ko'rib, kelisopni kelinining ustiga qo'ya chopdi. Keli lapanglab ag'anadi. Chala tuyulgan jo'xori yerga to'kildi. Turobjon tugunchani orqasiga bekitib tegishdi. Akajon degan. Akajon, jon aka, nima berasan? Umrimning yarmini beraman. Turobjon tugunchani berdi. Xotini shu yerning o'zida eshik oldida o'tirib tugunchani ochdi-da, birdan bo'shashib ketdi va sekin boshini ko'tarib eriga qaradi. O'z qilmishiga gerdayib turgan Turobjon uning ko'zini jiqqa yosh ko'rib, "Nima ekanini bildingmi?" dedi. "Asallarining uyasi. Turgan bitgani asal. Mana, siqsang asal oqadi. Bunisi oqmum, harom emas. Shimsa ham bo'ladi, chaynasa ham bo'ladi." Xotin yengini tishlab bir nuqtaga qaraganicha qoldi. "Yo qudratingdan, ishonmaydi-ya", dedi Turobjon, keltirgan matosini titkilab. Mana chaynab ko'r, ko'rgin, bo'lmasa innay keyin degan. Turobjon qizardi. U bir zamon betob o'rtog'ini yo'qlab eltgan tarvuzini bemaza chiqqan bo'lsa kerak, sigirning oxurida ko'rib shunday xijolat bo'lgan edi. Hovli yuzida aylanib turgan oqsoq mushuk to'kilgan jo'xorini iskab ko'rdi. Ma'qul bo'lmadi shekilli, Turobjonga qarab shikoyatomuz "Miyav" dedi. "Tur, jo'xoringga qara. Uni ko'r mushuk tegdi." Xotin turayotib baralla yig'lab yubordi. "Bu yer yutqur qanday balo ekan? Odamlarday gulutaga, tuzga, kesakka boshqorong'i bo'lsam-chi?" Turobjon do'ppisini boshidan oldi va qoqmoqchi bo'lganida ko'zi yirtiq yengiga tushdi. Yuragi achindi. Endi 3-4 suv yuvilgan yangigina yaktak edi. "Axir boshqorong'i bo'l, evida bo'ldi", dedi do'ppisini qoqmasdan boshiga kiyib. Anor. Bir qadoq anor falon pul bo'lsa. Saharmardondan suv tashib, o'tin yorib, o't yoqib bir oyda oladiganim 18 tanga pul. Akam bo'lmasa, ukam bo'lmasa. Er-xotin tek qolishdi. Xotin jo'xorini tuyib bo'ldi. Uni kelidan tog'orachaga solayotib to'ng'illadi. "Havasga anor yeydi deysiz shekilli." "Bilaman, axir nima qilay? Xo'jayinimni o'ldirib pulini olaymi? O'zimni hindiga garovga qo'raymi? G'alatimisan o'zing?" Xotin ovqatga unadi. Erining boshqorong'i bo'l, evida bo'ldi degani unga juda qattiq alam qildi. Xo'rligi keldi, o'pkasi to'ldi. Ovqat pishdi. Qozonning sangi chiqib qoraygan ko'chaga qatiq ham rang kirg'izolmadi. Turobjon 2 kosa ichdi. Xotini esa hanuz bir kosani yarimlatolmas edi. Uning imillashini ko'rib, Turobjonning ko'ziga negadir oqsoq mushuk ko'rindi. Mushuk yirtilgan yengini esiga tushirdi. Avzoyi buzildi. Uning avzoyidan essiz jo'xori, qatiq, o'tin degan ma'noni anglab, xotin ko'ngli tortmasligiga qaramasdan kosani bo'shatdi. Ammo darhol tom orqasiga o'tib, ko'zlari qizargan, chakka tomirlari chiqqan holda qaytdi. "Hali tug'ilmagan bolani yer yutkur deding-a?" dedi Turobjon borgan sayin tutaqib. Xotin indamay dasturxonni yig'ishtirib oldi. Qozonga suv quyayotib, eshitilar-eshitilmas dedi. "O'shasining puliga anor ham berardi." "Berar edi", dedi Turobjon zaharxanda qilib. "Anor olmay asal oldim. Albatta berar edi. Albatta anor olmay asal olgansiz." Mana shunday vaqtlarda til qotib, og'izda aylanmay qoladi.
Mabodo aylansa, mushtning xizmatini qiladi. Ajab qildim, dedi Turobjon titrab. Jigarlaring ezilib ketsin. Bu so'z unga qanday ta'sir qilganini faqat boshqorong'i xotingina bilardi. Turobjon bu gapni aytdi-yu, xotinining ahvolini ko'rib achchig'idan tushdi. Agar izzat nafs qo'ysa, hozir borib uning boshini silar va qo'y, xafa bo'lma, jahl ustida aytdim der edi. Kishining yuragini qon qilib yuborasan, dedi anchadan keyin. Nainki men asal olsam. Asal otliqqa yo'q. Hali biz piyoda-ku. Xo'jayinga bir oshnasi sovg'a qilib kelgan ekan. Bildirmasdan o'zidan so'rab ozrog'ini oldim. O'zi berdi. Tansiq narsa. Xursand bo'larmikinsan debman. Yo tansiq emasmi? Umringda necha marta asal yegansan? O'zim umrimda bir marta yeganman. Shokirxo'ja qandolatchi asal qiyom qildirayotganda qozoniga ammamning jo'jasi tushib ketgandi. Shu jo'jani yalaganman. Turobjonning bu so'zlari xotinining qulog'iga notayin bir g'o'ldirlash bo'lib kirar edi. Uning Turobjon bilan uy qilganiga 3 yil bo'lib kelayotir, nazarida bu odam 3 yildan beri g'o'ldirlab kelgan. Hozirgisi shuning davomida edi. Ittifoqo bu kun nima bo'ldi-yu 3 so'zni ravshanroq aytdi. Jigarlaring ezilib ketsin, dedi. Olamda uning suyangan eri birdan bir orzusi Anor edi. Birdaniga har ikkisi ham yo'qqa chiqdi. Xotin uyga kirib ketdi. Anchadan keyin darchadan xira shu'la tushdi. Turobjon ham kirdi. Xotin darcha yonida bir tizzasiga boshini qo'ygan qoramtir kulrang osmonga qarab o'tirar edi. Turobjon tikka turib qoldi. Tokchadagi 5-chiroq xillab yonar, uning atrofida katta bir parvona aylanar edi. Turobjon ham darcha yoniga o'tirdi. Shiftning qayeridir qirs etdi. Qayerdadir kalta kesak chirqilladi. Turobjonning qulog'i jing'illadi. U ham osmonga, xira yulduzlarga qaradi. Masjiddagi keksa baqaterak orqasidan ko'tarilgan qizg'ish o't ko'kka olovli iz qoldirib juda yuqoriladi va go'yo osmonga urilganday chilparchin bo'lib pop etdi. Mushak, dedi Turobjon. Mullajon qozining bog'ida. Mullajon qozi beshik to'yi qilgan. Xotin indamadi. Shaharda to'ralar ham chiqqan, dedi Turobjon yana. Xotin yana indamadi. U Mullajon qozining bog'ini ko'rgan emas, ammo ta'rifini eshitgan edi. Bu bog'ini ko'z oldiga keltirib ko'rdi. Bog' emas, anorzor, anor daraxtlarida anori shig'il, choynakday bo'lib osilib yotibdi. Bitta mushak 3 mira, dedi Turobjon. 100 ta mushak otilsa, 1 tangadan 100 tanga, 1 miradan kam 75 tanga bo'ladi. Xotin uzoq jim qolishdi. Turobjon og'zini katta ochib ham esnadi, ham uf tortdi. Ma, buni tik, dedi u yaktagini yechib. Ma? Xotin yaktakni olib yoniga qo'ydi. Aftidan hozir tikmoqchi emasdi. Bo'l, dedi Turobjon birpasdan keyin. Ol, senga aytyapman. Ha, muncha? Turtmasdan gapiravering. Tikib qo'yarman, muncha qisto. Turobjonning tepa sochi tikka bo'ldi. Hay, sening dimog'i firog'ing kimga? Xo'sh, nima deysan? Men sizga bir narsa deyapmanmi? Tikib qo'yarman. Har narsaga ro'zg'or achchiq bo'la bersa, qiyinroq bo'lar, dedi Turobjon yaktagini kiyotib. Kambag'alchilik o'lsin. Xotin bu gapni shikoyat tarzida aytdi. Ammo Turobjon buni ta'na deb tushundi. Nima, men seni olganimda kambag'alligimni yashirganmidim? Erka boyga o'xshab chimildiqqa birovning to'ni, kavush mahsisini kiyib kirganmidim? Bunday armoning bo'lsa, hali ham serpulroq odamga tek. 2 ta anor uchun xotiningizni serpul odamga oshirgani uyaling. Bu gap Turobjonning hamiyatiga tegdi.
jigarlaring ezilib ketsin degani xotiniga qancha alam qilgan bo'lsa, bu gap Turobjonga shuncha alam qildi. Hoy, anor olib bermadimmi? Dedi Turobjon mayin tovush bilan. Ammo bu mayin tovushdan qo'rquvlik edi. Sira anor olib kelmadimmi? Yo'q, dedi xotini birdan boshini burib. Turobjonning boshi g'ovlab, ko'zi tindi. O'tgan bozor kuni yegan anoringni o'ynashing olib keldimi? O'ynashim olib kelgandi. Turobjon bilolmay qoldi. Xotinning yelkasiga tepib, so'ngra o'rnidan turdimi yo turib keyin tepdimi, o'zini obrazining oldida ko'rdi. Xotin rangi oppoq ko'zlarini katta-katta ochib, unga vahimali nazar bilan qarar va boshini chayqab pichirlar edi. Qo'ying. Turobjon uydan chiqib ketdi. Birpasdan keyin ko'cha eshigi ochilib yopildi. Xotin uzoq yig'ladi. Eriga qattiq gapirganiga pushaymon bo'ldi. O'zini qarg'adi. O'lim tiladi. Yig'idan tolib tashqariga chiqdi. Qorong'u, uzoq yaqinda itlar hurardi. Ko'cha eshigini ochib, u yoq bu yoqqa qaradi. Jimjit. Guzar tomonda faqat bitta chiroq miltillar edi. Samovarlar yotgan. Qaytib uyga kirdi. Tom orqasida xo'roz qanot qoqib qichqirdi. Ko'cha eshigi ochildi. Xotin to burilib qaraguncha Turobjon katta bir tugunni orqalab kirib keldi. U tugunni uyning o'rtasiga tashladi. Bir choyshab anor har tomonga yumalab ketdi. Bir nechasi obrezga tushdi. Turobjon xotiniga qaradi. Uning rangini ko'rib, xotin qo'rqib ketdi. Bu qadar oqargan. Turobjon o'tirib peshonasini ushladi. Xotini yugurib oldiga keldi va yelkasiga qo'lini qo'ydi. Qayoqqa bordingiz? Dedi entikib. Nima qildingiz? Turobjon javob bermadi. Uning vujudi titrar edi.